bo'lganda hammanidan muborak bo'lsin sizlarga bunaqa iqbol, bunaqa baxtu saodat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan, maşalloh. Jannatga shu jannatda qizil qasr yoqutni shu g'ishini qo'yyapsizlar-da. Qarang-a. Shunaqa. Hamd bilan har safar qo'yganda alhamdulillah deb qo'yinglar. Robbim bandalaring juda ko'p. Menga sen shuni nasib qilding edi. Menga nasib qilding-a Parvardigor deyna. Amin. Alloh subhanahu va taolo bilinglarga quvvat bersin, bilaginglarga quvvat bersin. Oxirigacha bexato beshkar. Parvardigor olam qiyomatgacha bu Allohning bayti bo'lib, bu endi qiyomatgacha buni ajri davom etadigan joy. Shundoq saodatga ega bo'lib turibsizlar. Xudo taolo o'zi bundan ham ziyoda maqom martaba bersin hammamizga. Bu masjidlar to'lib, toshib, sal kattaroq qilsak ham bo'lar ekan deydigan holatni ham qalblarimizni Alloh quvvatlasin Xudo. Hazrat domlamizga sehatlik, ofiyat, uzoq yillar mana shunaqa hammamizga duogo'y bo'lib, irshod berib, hidoyatimizga sabab bo'lib yursinlar. O'tgan ota-onalarni Alloh rahmatiga olsin. Zurriyotlardan qiyomatgacha ahlulloh, ahli ilm, ahli muhabbatlarni Xudo taolo chiqarsin. Salomat bo'linglar. Mana shu bunaqa yo'l yo'lakay edim. Uzr. Ha,